Ikki do'st sahroda sayohat qilishardi. Ular o'rtasida tortishuv chiqib, biri ikkinchisini urdi. Urilgan do'st bu so'zlarni qumga yozib qo'ydi. Bugun eng yaxshi do'stim meni urdi. Biroz vaqt o'tib ular bir daryoga yetib kelishdi. Urilgan do'st suvga tushib, qariyib cho'kib ketay dedi. Ammo uni urgan do'st qutqarib qoldi. Qutqarilgan do'st bu safar toshga shunday deb yozib qo'ydi. Bugun eng yaxshi do'stim mening hayotimni saqlab qoldi. Hayron bo'lgan do'st so'radi: nega birinchisini qumga, ikkinchisini esa toshga yozding? Do'sti javob berdi: kimdir bizga yomonlik qilsa, uni qumga yozish kerak, toki shamol uni o'chirib yuborsin. Agar yaxshilik qilsa, uni toshga yozish kerak, toki u abadiy qolsin. Bahlulning podshohga nasihati. Bahlul saroyga kirib, Harun ar-Rashidning yoniga kelib o'tirdi. Menga nasihat qil, o'tindi Harun ar-Rashid undan. Amir al-Mo'min, suvsiz cho'lu biyobonda qolib, tashnalikdan o'lar holatga yetsangiz, sizga bir qultum suv berib, o'lim changalidan qutqargan kishiga nima berar edingiz? So'radi Bahlul shohdan. 100 dinor tillo berardim, javob berdi xalifa. Agar suv egasi pulga rozi bo'lmasa-chi, podshohligimning yarmini bag'ishlardim. Suv ichganingizdan so'ng peshobingiz kelmay qolib, qiynalib qolsangiz, unda bu kasalni davolagan kishiga nima berar edingiz? Podshohligimning qolgan ikkinchi yarmini berardim, javob berdi Harun ar-Rashid. Shundoq ekan, siz bu podshohlik bilan nega buncha g'ururlanasiz axir? Podshohlikning qiymati bir qultum suv va bir marta hojat qilishdan iborat ekan-ku. Xo'sh, shu arzimagan narsaga bechora xalqni shuncha zulmga mubtalo qilish aqldanmi? Debdi Bahlul. Bir kun Arslon yoniga qo'yni chaqirib, yaqinroq kelchi, og'zimdan yomon hid kelmayaptimikan, debdi. Qo'y farosatsizlik bilan, ha Arslonim, og'zingiz sasiyapti, nima yegandingiz, debdi. Arslonning jahli chiqib, qo'yni parchalab tashlabdi. Xavotirga tushgandan keyin yoniga ayiqni chaqirib, unga ham shu savolni beribdi. Sizdan yomon hid kelarmidi, Arslonim, debdi ayiq yaltoqlik bilan. Arslonning hidi kelyapti sizdan, debdi. Arslonga uning bu xushomadi yoqmabdi. Ayiqqa yarashmaydigan gap qilding deya rosa ta'zirini beribdi. Navbat tulkiga keladi. Oldingilarning oqibatini bir chetda kuzatib turgan tulki Arslonning yoniga xasta kabi yolg'ondakam kelibdi. Arslon unga ham o'sha savolni beribdi. Meni ma'zur tuting, Arslon janoblari, debdi tulki. Necha kunki mazam yo'q, shamollab qolibman, burnim ham bitib qolgan, hid bilmayapman. Arslon uning boshini silab, sog'lik tilab qo'yib yuboribdi. Voqealarni kuzatib turgan bo'ri tulkining yoniga kelib,
Yomon ayyorsanda debdi. Tan olishim mumkin ayyorman debdi tulki, ammo ahmoq emasman. Faqat ahmoqlargina og'zi sasib, quturib turgan baxshiga haqiqatni aytsam yoki yaltoqlik qilsam, sog' omon qolaman deb o'ylashi mumkin.